Ko'pchilik ota-onalar avvalo birinchi farzandda emas, keyingi farzandlarida bolalarni uyda davolash bo'yicha ayrim tajribalarga ega bo'ladi va bolalari shamollashni boshlashi bilan yoki tana harorati ko'tarilishi, ozgina yo'tal boshlanishi bilan darhol antibiotik berishni boshlashadi. Bu albatta noto'g'ri hisoblanadi. Chunki antibiotiklar bu davo uchun qo'llanadigan asosiy preparatlar hisoblanmaydi. Ularni berishdan oldin albatta chuqur tekshiruvlar o'tkazishimiz kerak. Albatta bakterial infeksiyani tasdiqlashimiz, qonda leykositlar miqdorini aniqlashimiz yoki qo'shimcha prokalsitlarning miqdorining ortganini kuzatganimizdan so'nggina bolalarga antibiotikni tavsiya qilamiz. Qolgan holatlarda esa antibiotiklar bolaning immunitetini tushirishi hamda virusli infeksiyaning miqdorining ortishiga sabab bo'lishi hamda ikkilamchi zamburug'li infeksiyalar, stomatitlar hosil bo'lishini ham rag'batlantirishi mumkin. Shuning uchun noo'rin tekshiruvlarsiz antibiotiklar qo'llanilishi umuman taqiqlanadi. Bolajonlar kasalligining dastlabki 1-3 kunlarda ko'proq virusli kasalliklar bilan kasallanadi. Shu payt mobaynida antibiotiklarni qo'llash mumkin bo'lmaydi. Ularni o'rniga esa virusga qarshi preparatlarni, immunomodulyatorlarni yoki immunostimulyatorlarni qo'llab turishimiz mumkin. Antibiotiklarni esa qo'llashimiz biz kuzatilayotgan boladagi virusli infeksiyani hech qachon davolab qo'ymaydi. U berilishi mumkin bolalarda ichak infeksiyalarini kuchaytirishi, ya'ni disbakterioz holatini chaqirishi mumkin noo'rin qo'llanilganda. Undan so'ng esa antibiotiklarni ota-onalar shunday qo'llashadiki, ya'ni 2-3 kunda bolasining ahvoli yaxshilanishni boshlashi bilan to'xtatib qo'yishga harakat qiladi yoki bolam tezroq tuzalsin deb dozani oshirib yuborishga harakat qiladi. Bu ham jigarga va organizmga toksik ta'sir ko'rsatishi, allergik reaksiyalar chaqirishi, bolalarda disbakterioz holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Endi bolajonlarga qaysi antibiotiklar mumkin emasligi degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, bolalar kasal bo'lgan paytda ulardan albatta bakpasev, ya'ni qon, burun, og'iz surtmalari, balg'am tekshiruvlari, siydik tekshiruvlarni o'tkazib, antibiotikka sezuvchanligi hamda infeksiyasi aniqlanadi. Shundan so'ng esa biz bolajonimizga mos bo'lgan antibiotiklarni tanlab berganimizda effekti yana ham tezroq bo'ladi va yaxshi kuzatiladi. Biz ko'pchilikda kuzatamiz, ayrim ota-onalar bolalariga shifokor pediatrlari yoki infeksionist shifokorlar tavsiyasi bilan avval olmagan yoki ichmagan holatda ham yuqori gruppaga kiruvchi antibiotiklarni qo'llashadi. Bu noto'g'ri hisoblanadi. Chunki qanchaki yuqori gruppani qo'llaganimiz sari bu bakteriyalarimizning shu gruppalarga nisbatan chidamliligi ortadi. Ya'ni o'z shaklini L shtammiga o'zgartiradi. Ya'ni antibiotik rezistentligi degan holatni keltirib chiqarishimiz mumkin. Shuning uchun biz tekshiruvlarda, qon tahlillarida, ekmalarimizda antibiotikka qo'llanilishi kerakligini aniqlayotgan bo'lsak, biz albatta o'sha javoblarga antibiotik rezistentligini keltirib chiqarmagan holatda past gruppadan boshlaganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana shu holatda ko'pchilikda kuzatamiz. Ko'pchilik ota-onalar bolalariga antibiotik berishdan yoki antibiotik ukollarni qildirishdan juda qo'rqishadi va antibiotiksiz katta qilishga harakat qilishadi. Bu ham noto'g'ri hisoblanadi. Bolalardagi kasalliklar holatlarida tekshiruvlar va bolaning umumiy ahvollari antibiotik bilan davo muolajasini talab qilayotgan bo'lsa, buni albatta pediatr shifokor tavsiyasi, dozasi va tartibiga amal qilgan holatda bolajonimizga qo'llashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu holatdan antibiotiklar bilan davo muolajasi olib boriladi va kuzatilgan natijaga erishiladi. Va farzandingizni davolashda ko'pchilikning gaplari internetdagi chiqayotgan reelslarga asoslangan holatda davo muolajani olib bormaslik kerak. Albatta tekshiruvlar va pediatr xulosasi va tavsiyasiga ko'ra davo muolajalarini olib borish kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, antibiotiklar bu kuchli dori vositalari hisoblanmaydi. Ularni o'z vaqtida va belgilangan tartibda va dozalarda qabul qilishimiz bu organizmdagi o'z vazifasini bajargan holatda zararli ta'sirlari kam bo'lgan holatda ta'sir etadi. Shuning uchun organizm shunday bir qurilganki, unga aralashyapmizmi, demak o'z vaqtida aralashishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda organizmga zararli ta'siri ham kam bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ushbu videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va ota-onalarga yuborib qo'ying. Va foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun esa Vatan tibbiyot markazi kanaliga obuna bo'ling.